Jalol akam xuddi mana shunday avarinda mashinalarni oladi. Yo bu. Avarinda mashina kelyaptimi? Ya bu nima bu? Yeha. Ye Jalol akammi? Ye bu tutilib ketganini qarang. Ye qaytmaydi, qo'rqmaydi ustoz. Buni turishini qarang. Radiatorni ip bilan, savon ip bilan baylab qo'yibdimi? Ye bu tomonlar yo'q bo'lib ketgan, qo'rqmaydi ustoz, qo'rqmaydi. Bu haqida bir ma'lumot bering, qanchaga oldingiz, yili necha, qayerdan haydab kelyapsiz buni? Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Surxondaryo viloyatida mana shu holatda shu mashinani minib keldik. Ko'ryapsiz qanchalik darajada bo'lib ketganini. Xo'p, ko'p gapirib o'tirmaymiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 23-yilda ishlab chiqarilgan bor yo'g'i mashinamiz 48 ming yurgan, ayrabaklari otgan. Ayrabaklarimiz otgan, mana yurgani 48.900, ya'ni 49 ming ham deng, 49 ming yurgan mashina. Mana shu holatda shu mashinamizni 90 million so'mga oldik. Shunaqa DTP bo'lgan, qattiq urilgan, yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 sovg'amiz bor, $100 hadyamiz bor. Siz Jalol Avto servis kanalini kuzatyapsiz. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Narx haqida. Qolgan joy toza. Xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli qilib mana shuni tepa qo'lini qo'yib, oldi mordalar bilan chiroyli qilib idealni holatga qilib beramiz. Biz kuzatib boring. Hammaga rahmat.